Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz obunachilari va qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, hatto ba'zi pensionerlar uchun og'riqli xabarim bor. Bu xabar nafaqat hozirgi pensionerlarni, balki yaqin kelajakda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan har bir fuqaroni ham qattiq tashvishga solishi mumkin. Gap 2006 maydan boshlab kuchga kirishi kutilayotgan pensiya ta'minoti tizimiga oid jiddiy o'zgarishlar haqida ketmoqda. Bu xabar ayniqsa o'z pensiya miqdori va kelajagi haqida qayg'urayotganlar uchun favqulodda ahamiyatga ega. Shu sababli videoni bir zoomga ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha tomosha qilishingizni qat'iy tavsiya qilaman. Hozir bu tarafda jamoatdanamma. Bu janjalo hozirda yo'q kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki sizning qo'llab-quvvatlashingiz bu kabi muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Muammoning mohiyati shundaki, avvalgi tizimda pensiyalar asosan mamlakatdagi o'rtacha ish haqi o'sishi va inflyatsiya darajasini hisobga olgan holda muntazam ravishda indekslanar edi. Bu degani har yili odatda 2 marta pensiya miqdorlari ma'lum bir foizga oshirilib, fuqarolarning sarrid qobiliyatini saqlab qolishga harakat qilinardi. Ish staji va o'rtacha ish haqi miqdori ham pensiyani hisoblashda asosiy omillar bo'lib xizmat qilar edi. Bu esa ko'pchilik uchun tushunarli va bashorat qilinadigan tizimni tashkil etardi. Misol uchun sizning pensiyangiz 2 million so'm bo'lsa, o'tgan yili ish haqi va inflyatsiyada foizga o'sgan bo'lsa, sizning pensiyangiz ham suddi shu foizga, ya'ni 900 ming so'mga oshirilishi kutilardi. Bu harchili tan har bekin bir pensioner uchun nisbatan barqarorlik va ishonchni ta'minlar edi. Ammo 2026 yil 6 maydan boshlab joriy etilishi rejalashtirilgan yangi qonunchilik hujjatlariga muvofiq pensiyalar indeksatsiyasi tamoyili tubdan o'zgaradi. Endi pensiya miqdorini oshirishda asosan faqat inflyatsiya darajasi inobatga olinishi taklif etilmoqda. Ish haqi o'sish sur'atlari esa indeksatsiyaga ta'sir etuvchi asosiy omillar ro'yxatidan chiqarib tashlanadi. Bundan tashqari pensiya olish huquqini beruvchi va uning miqdorini belgilaydigan minimal ish staji hamda ijtimoiy to'lovlar miqdoriga nisbatan yangi yanada qat'iy talablar joriy etiladi. Ayniqsa nafaqat ish stajining umumiy muddati, balki undagi har bir yil uchun to'langan ijtimoiy ajratmalarning minimal chegarasi ham nazoratga olinadi. Bu esa o'z-o'zidan pensionerlarning daromadlariga va umuman hayot sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu afsuski avvalgi tizimga nisbatan ko'pchilik uchun ancha salbiy o'zgarish bo'ladi. Endi esa ushbu o'zgarishlarning batafsil tafsilotlariga, kimga ayniqsa jiddiy ta'sir ko'rsatishi va kimga unchalik ham tegmasligi mumkinligiga to'xtalib o'tamiz. Birinchi navbatda bu yangiliklar kimlar uchun tashvishli? Birinchi toifa bu pensiyalari asosan yillik indeksatsiyaga bog'liq bo'lgan, uzoq yillardan beri pensiyada bo'lgan keksa avlod vakillari. Tasavvur qiling, Ahmad bobo 15 yildan beri pensiyada. Uning pensiyasi har yili masalan o'rtacha 10-13% ga oshirilib kelinardi. Bu o'sish unga kundalik ehtiyojlarini qondirishga, oziq-ovqat, dori-darmon xarid qilishga yordam berardi. Chunki bu o'sish asosan mamlakatdagi umumiy iqtisodiy o'sish va aholi daromadlarining ortishi bilan bog'liq edi. Yangi qonunga ko'ra, endi pensiyasi faqat inflyatsiya darajasiga qarab oshiriladi. Faraz qilaylik, hozirda uning pensiyasi 2,5 million so'm. Oldingi qoida bilan 2024 yilda u 2,750,000 so'mga 10% o'sish yetishi kutilardi. Yangi qoida bilan esa inflyatsiya darajasi 1% atrofida bo'lsa, uning pensiyasi 2,650,000 so'mga yetishi mumkin, ya'ni kutganidan 100,000 so'm kamroq. Bu 100,000 so'm ko'pchilik uchun kichik tuyulsa-da, Ahmad boboning har oyda sotib oladigan bir necha kilo go'shti yoki zarur dorilarining puli bo'lishi mumkin. Bir yilda bu somma 1,200,000 so'm degani bu jiddiy farq. Shu sababli aynan uzoq yillardan beri pensiyada bo'lgan va pensiya miqdori mamlakatdagi o'rtacha ish haqi o'sishi shadi da hamma ham favaf dentdan avata ko'ab ko'rib kelgan pensionerlar yangi indeksatsiya tizimi sababli moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Chunki inflyatsiya har doim ham ish haqi o'sishi bilan bir xil darajada bo'lmaydi. Ko'pincha inflyatsiya pastroq bo'ladi. Ikkinchi toifa bu ish stajida uzilishlarga ega bo'lganlar yoki rasmiy daromadi minimal darajadan past bo'lgan davrlari bo'lgan fuqarolar. Avvalgi tizimda umumiy ish stajining muddati va shunga muvofiq ravishda to'langan ijtimoiy ajratmalar hisobga olinar edi. Endi esa har bir yil uchun belgilangan minimal ijtimoiy to'lov chegarasi joriy etiladi. Misol uchun Gulnora opaning umumiy ish staji 30 yilni tashkil etadi.
Uning 4 yillik ish davrida masalan tadbirkorlik bilan shug'ullangan va ijtimoiy to'lovlarni minimal darajada amalga oshirgan. Eski qoidalar bo'yicha uning 4 yillik staji to'liq hisobga olinib, pensiyasi aytaylik 3 million so'm bo'lishi kutilardi. Yangi qoida bo'yicha esa u 5 yil davomida belgilangan minimal ijtimoiy to'lov chegarasidan past to'lagani uchun bu lippa yil to'liq staj sifatida hisobga olinmaydi yoki ularga nisbatan pastroq koeffitsient qo'llaniladi. Natijada uning pensiyasi 2,700,000 so'mga tushib ketishi mumkin. Bu 200,000 so'm kam degani. Buning sababi shundaki, yangi tizim davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasiga har bir fuqaro tomonidan qancha miqdorda hissa qo'shilganiga yanada qat'iy e'tibor qaratadi. Bu xususan konvertda maosh olib ishlaganlar yoki qisman norasmiy bandlikda bo'lganlarga qattiq ta'sir qiladi. Uchinchi toifa bu muayyan sohalar yoki mintaqalarda qo'shimcha ustamalar yoki imtiyozlar olib kelgan pensionerlar. Ba'zi kasblar, masalan o'qituvchilar, shifokorlar, tog' sanoati ishchilari yoki chekka hududlarda ishlaganlar pensiyaga chiqishda qo'shimcha imtiyozlar va ustamalar olgan. Yangi o'zgarishlar doirasida bu kabi ayrim ustamalar qayta ko'rib chiqilishi yoki butunlay bekor qilinishi mumkin. Otabek aka uzoq yillar tog'li hududda shifokor bo'lib ishlagan va chekka hududda ishlagani uchun pensiyasiga qo'shimcha 300,000 so'm ustama olar edi. Endi bu ustama bekor qilinsa, uning pensiyasi xuddi shu 300,000 so'mga kamayadi. Bu esa uning oilaviy byudjetida sezilarli bo'shliqni yuzaga keltiradi. Endi esa kimlar bu o'zgarishlardan unchalik savotir olmasligi yoki kamroq zarar ko'rishi mumkinligiga to'xtalsak. Birinchi navbatda pensiyalari allaqachon minimal pensiya miqdoriga yetgan va davlat tomonidan to'liq qo'shimcha mablag'lar hisobiga qoplanadigan fuqarolar. Ularning pensiyasi minimal miqdordan pastga tushirilmasligi kafolatlanadi. Garchi ularning pensiyalarining potensial o'sishi cheklansa-da, ularning asosiy daromadi barqaror bo'lib qoladi. Masalan, Dilfuza opaning pensiyasi minimal darajada bo'lsa, yangi qoidalar uning pensiya miqdorini tushirmaydi. Lekin pensiyaning kelajakdagi sezilarli o'sishiga umid qila olmasligi mumkin. Ikkinchi toifa, bu pensiyaga chiqish uchun yangi qat'iyroq hissa talablarini to'liq bajargan fuqarolar. Agar siz har bir ish staji yili uchun belgilangan minimal ijtimoiy to'lovlarni o'z vaqtida va to'liq miqdorda to'lab kelgan bo'lsangiz va pensiyangizni hisoblashda barcha talablarga javob bersangiz, sizning pensiya miqdoringiz yangi qoidalarga ko'ra ham yuqori bo'lib qolishi mumkin. Ammo shuni ham yodda tutish kerakki, yangi qoidalar pensiya miqdorini hisoblashda yanada shaffoflik va aniqlikni talab etadi. Uchinchi toifa bu urush faksriyalari, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj maxsus guruhlar. Ko'pgina hollarda bunday toifadagi fuqarolar uchun pensiya ta'minotiga oid maxsus qoidalar va himoya mexanizmlari mavjud bo'lib, ular yangi islohotlardan nisbatan kamroq zarar ko'rishi mumkin. Biroq bu ham har bir holatda individual ko'rib chiqilishi kerak. Endi esa ushbu o'zgarishlarga oid ba'zi istisnolar. Jihatlarga to'xtalib o'tamiz. Bu videoning eng muhim qismlaridan biri bo'lishi mumkin, chunki ko'pincha mayda detallar eng katta ta'sirga ega bo'ladi. Birinchidan, o'tish davri masalasi. Yangi qoidalar oksillimonal 6 maydan boshlab kuchga kiradi. Bu degani bu sanadan keyin pensiya olish huquqini qo'lga kiritganlarga yoki pensiyalari qayta hisoblanadiganlarga nisbatan qo'llaniladi. Biroq 2026 yil 6 maygacha pensiyaga chiqqan fuqarolarning pensiyalariga nisbatan bobomeros qoidasi grandfathering clause qo'llanilishi mumkin. Ya'ni ularning pensiyalari avvalgi qoidalar asosida hisoblangan darajada saqlanib qolishi mumkin. Ammo indeksatsiya masalasi baribir yangi qoidalar bo'yicha amalga oshiriladi. Bu degani, masalan, Maqsud Amaki 2005 yilda pensiyaga chiqqan bo'lsa, uning pensiyasi eski qoidalar bo'yicha hisoblanadi. Lekin 2020 yil va undan keyingi yillarda uning pensiyasi o'sishi faqat yangi indeksatsiya qoidalariga, ya'ni inflyatsiyaga bog'liq bo'ladi, ish haqi o'sishi hisobga olinmaydi. Bu esa uning pensiyasining kelajakdagi xarid qobiliyatiga baribir ta'sir qiladi. Ikkinchidan, ijtimoiy to'lovlar minimal chegarasining aniq belgilanishi. Yangi qonunchilikda har bir ish staji yili uchun qancha minimal ijtimoiy to'lov amalga oshirilishi kerakligi aniq ko'rsatiladi. Bu
ko'rsatgich har yili qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu ayniqsa norasmiy sektorda ishlaganlar yoki tadbirkorlar uchun muhim. Faraz qilaylik, yangi qoidaga ko'ra har bir yil uchun kamida o'rtacha oylik ish haqining 25% miqdorida ijtimoiy to'lov qilingan bo'lishi kerak. Agar siz 10 yil davomida bu miqdordan kam to'lagan bo'lsangiz, pensiyangizni hisoblashda bu 10 yil staj sifatida umuman hisobga olinmasligi yoki juda past koeffitsiyentda hisoblanishi mumkin. Bu esa pensiya miqdorining sezilarli darajada kamayishiga olib keladi. Uchinchidan, ayrim maxsus to'lovlar va imtiyozlarning taqdiri. Ayrim pensiya turlari, masalan, oila boquvchisini yo'qotganlik uchun pensiya yoki mehnatga layoqatsizlik bo'yicha pensiya kabi to'lovlar yangi qoidalar doirasida qanday o'zgarishlarga duch kelishi aniq belgilanmagan bo'lishi mumkin. Hukumat bu toifadagi fuqarolarning himoyasini kuchaytirishga va'da bergan bo'lsa-da, ba'zi qonunosti hujjatlarida kutilmagan tafsilotlar paydo bo'lishi ehtimoli bor. Masalan, ba'zi nogironlik turlariga ega bo'lganlar uchun pensiya miqdorini hisoblashda qo'llaniladigan maxsus koeffitsiyentlar o'zgartirilishi mumkin. 4-dan, pensiya jamg'armasiga to'langan shaxsiy hisobvara aqlar holati. Yangi tizimda har bir fuqaroning shaxsiy pensiya hisobvar agidagi mablag'larning to'g'riligi va to'liqligi juda katta ahamiyat kasb etadi. Agar sizda ish beruvchi tomonidan to'lovlar noto'g'ri amalga oshirilgan bo'lsa yoki ba'zi davrlar uchun umuman to'lovlar o'tmagan bo'lsa, bu to'g'ridan to'g'ri pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Hozirda bu kabi kamchiliklarni aniqlash va tuzatish uchun imkoniyat bor, ammo 2020 yildan keyin bu jarayon yanada murakkablashishi mumkin. Shuningdek, yashirin jihatlardan biri bu pensiya ballari yoki pensiya koeffitsiyentlari tizimining joriy etilishi ehtimolidir. Ba'zi mamlakatlarda qo'llaniladigan ushbu tizimga ko'ra har yili to'langan ijtimoiy to'lovlar ma'lum bir ballarga aylantiriladi va pensiya miqdori yig'ilgan ballar asosida hisoblanadi. Agar bunday tizim joriy etilsa, bu pensiya hisoblash jarayonini yanada murakkablashtiradi va fuqarolardan o'z ballarini doimiy ravishda kuzatib borishni talab qiladi. Hozircha bu haqida rasmiy ma'lumotlar yo'q, ammo bu kabi islohotlar doirasida bunday mexanizmlarning paydo bo'lish ehtimoli mavjud. Xulosa qilib aytganda, yangi pensiya qonunchiligi nafaqat pensiya miqdorining kelajakdagi o'sish sur'atlarini kamaytirishi, balki ba'zi fuqarolarning umuman pensiya olish huquqini yoki uning miqdorini sezilarli darajada cheklashi ham mumkin. Bu o'zgarishlar asosan pensiya tizimining barqarorligini ta'minlash va norasmiy bandlikka qarshi kurashishga qaratilgan deb aytilmoqda, ammo uning oqibatlari oddiy fuqarolar uchun jiddiy bo'lishi mumkin. Bu vaziyatda siz nima qilishingiz kerak? Bu savolga aniq va amaliy javoblar berishga harakat qilaman. Birinchi va eng muhim qadam bu o'zingizning ish stajingiz va pensiya jamg'armasiga amalga oshirilgan barcha ijtimoiy to'lovlar haqidagi ma'lumotlaringizni srochno qayta ko'rib chiqishingiz kerak. Bu ishni keyinga qoldirmang, chunki domidor pashsil ahmayga qadar vaqt juda oz. Pensiya jamg'armasiga tashrif buyuring. Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga boring. U yerda sizga o'zingizning shaxsiy pensiya hisobvaragingiz holati haqida batafsil ma'lumot berishlari shart. Sizning ish stajingiz, har bir yil uchun qilingan ijtimoiy to'lovlar miqdori, shuningdek pensiya hisoblashda inobatga olinadigan barcha ma'lumotlar haqida hisobot talab qiling. Bu hisobotda qaysi davrlarda uzilishlar borligi, qaysi davrlarda to'lovlar minimal miqdordan kam bo'lganligi aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. 2. Ish daftaringizni va boshqa hujjatlarni tekshiring. Ish daftaringizdagi yozuvlarning to'g'riligini va to'liqligini tekshirib chiqing. Agar ish daftaringizda biron bir yozuv etishmasa, sato bo'lsa yoki muddati tugagan bo'lsa, uni ish beruvchingiz orqali rasmiylashtirishga harakat qiling. Shuningdek, maosh haqidagi ma'lumotnomalar, mehnat shartnomalari nusxalari, buyruqlar va boshqa tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ib qo'ying. Ayniqsa harbiy xizmat, oliy ta'limda o'qish yoki farzand parvarishi kabi davrlar uchun tegishli hujjatlarni tayyorlab qo'ying, chunki ular ham ba'zi hollarda ish stajiga qo'shilishi mumkin. Mavjud kamchiliklarni bartaraf etishga harakat qiling.
Agar pensiya jamg'armasining ma'lumotlarida yoki sizning hujjatlaringizda kamchiliklar aniqlansa, darhol ularni bartaraf etish choralarini ko'ring. Agar pensiya jamg'armasi sizning stajingizni to'liqdan olmayotgan bo'lsa, bu borada yozma ariza bilan murojaat qiling va rasmiy javob talab qiling. Agar kerak bo'lsa, sobiq ish beruvchilaringiz bilan bog'lanib, kerakli ma'lumotnomalarni oling. Agar ish beruvchi tashkilot tugatilgan bo'lsa, arxivlardan ma'lumot olishga urinib ko'ring. Kod. Iratchi badachitdan deb pambatsanasakib tadi, ezin eni yuridik maslahat oling pak fast topchim tottana takib la top inyak ta tallachib tapkin agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa, masalan ish stajingizni tasdiqlashda jiddiy muammolar yuzaga kelsa yoki pensiya jamg'armasi sizning haqingizni inkor etsa, malakali yuristga murojaat qiling. Pensiya qonunchiligi murakkab bu astamtab bakchiban dam an falli ili shattab palshi mumkin va professional yordam vaziyatni o'zgartirishi mumkin. 5. Shaxsiy pensiya hisobingizdagi to'lovlarni mustaqil nazorat qiling. Bak, agar siz hali pensiyaga chiqmagan bo'lsangiz, kelajakda bunday muammolarga duch kelmaslik uchun ish beruvchingiz tomonidan har oy pensiya jamg'armasiga to'lanayotgan ijtimoiy to'lovlar miqdorini doimiy ravishda tekshirib boring. Buning uchun siz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali yoki pensiya jamg'armasining mobil ilovalari orqali o'z ma'lumotlaringizni kuzatishingiz mumkin. Agar to'lovlar belgilangan minimal darajadan kam bo'lsa, ish beruvchingizdan izoh talab qiling va muammoni hal etishga urinib ko'ring. 6. Tadi qo'shimcha jamg'armalar haqida o'ylab ko'ring. Agar sizda imkoniyat bo'lsa, davlat pensiya tizimiga qo'shimcha ravishda o'zingizning shaxsiy jamg'armalaringizni shakllantirish haqida o'ylab ko'ring. Bu bankdagi depozitlar, investitsiyalar yoki nodavlat pensiya jamg'armalari bo'lishi mumkin. Bu kelajakda sizning moliyaviy barqarorligingizni ta'minlashga yordam beradi. Ayniqsa davlat pensiya tizimidagi o'zgarishlar noqulay ta'sir ko'rsatsa. Aziz do'stlar, ushbu videoda aytilgan ma'lumotlar siz uchun juda foydali bo'ldi degan umiddaman. Unutmang, har qanday o'zgarishlarga tayyor turish va o'z huquqlaringizni bilish moliyaviy barqarorlik va osoyishta keksalikning kalitidir. 2026 yil 6 may yaqin. Shuning uchun hozirdan harakatni boshlashingiz muhim. Ushbu videoni boshqalarga ham ulashing, chunki bu ma'lumot ko'plab insonlar uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringizni, savollaringizni va ushbu masalaga nisbatan o'z munosabatingizni izohlarda yozib qoldiring. Har bir fikr biz uchun muhim. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha